Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men Umidkomman va mening kanalga xush kelibsizlar obunachilar. Xullas, mening YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Da bilaman. Men biroz gaplarimni chalkashib ketyapman. Xullas, bugungi videorolikimizda biz juda ham seryozni, juda ham obunachilar muhim bo'lgan ishni qilamiz. Da, bundan oldin esa sizlar shu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib, kommentariyaga esa bugungi ish nima haqdaligini bitta o'ylab yozib qoldiringlar. Ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olinglar, yeb ichgan hisobga olinglar. Biz bo'lmasa videoni boshladik. Xullas, nima uchun sen chetroqda mana bunaqa tixonka joylarda videoni yoqding bugun desanglar, bo'la bugungi videoni bunaqa chetroqda yoqishimdan maqsad, eng katta sababi bu jigarlar. Xullas, menda muhim bir operatsiya bor. Menga FBRlar yozishdiki, sen qishlog'ingda shunaqangi bitta yomon odam borki, u juda ham xavfli jitel. Uni yutish uchun juda ham katta qurollar kerak, chunki aferist boshqa, hattoki o'zingning eng yaqin do'stlaringning qiyofasiga kira oladi va sen uni topishing kerak. Xullas, bizda u aynan 13-qishloqdaligi haqida ma'lumot bor, lekin aynan qayerdaligi va kimni ko'rinishdaligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Shuning uchun obunachilar, bu gapni hech kimga aytishim, bu gapni kimdir bilib qolishi hamda o'z-o'zidan eshitib qolishi ham mumkin emas. Da obunachilar, hozir ko'zimga ko'rayotgan har bir narsa shubha, hattoki mana bu cho'chqa ham. Так что shuning uchun obunachilar, sal chetroqda video yoqdim. Da, hozir men birinchi navbatda qishloqdagi oddiy ishlarni qilishim kerak, hammasini chiki-puki qilib turib, undan keyin esa jigarlar asta-sekin qurollar yig'ishga o'tishim kerak. Bugungi videorolikimiz mana shulardan iborat bo'ladi. O'ylashimcha obunachilar, bugungi videorolikimiz maksimal darajada qiziqarli va ajoyib bo'ladi. Hozir hamma rejimlardan birma-bir so'rashib, boshqa qilib chiqamiz. Biror bir kichkinagina bir zarracha o'zgarishni sezsak ham obunachilar, o'zingizlar bilasizlar. Aytgancha, o'tgan safargi videoda bu rejimlarga nimadir bo'lib qolganda, barchasiga ana u yerda turgan yaramas yalmog'iz kampir aybdor ekan, uni maqsadi ozgina ishi bor ekan, shu ishlarni rejimlarga qildirmoqchi bo'lgan ekan. Albatta, do'st sifatida yordam so'ragan paytda rejimlar yordam so'ramagan uchun bu qasos olgan ekan, lekin men unga tushuntirdim, qasos bunaqa bo'lmaydi. Yordam bermaslik bu hammaning o'zining qo'lida. Shuning uchun obunachilar, o'zingizlar tushunasizlar-yu. Так что, gap tushundan norm hammasi chiki-puki bo'ldi. Xullas obunachilar, hamma reja o'z joyida. Xo'sh, nima bo'lgan taqdirda ham jigarlar, uyimda ham kimdir eshitayotgan, kimdir nimalardir deyotgan, bilib turayotgan bo'lishi mumkin. Так что obunachilar, maksimalni sekinroq va qog'ozga olib gaplashishga harakat qilaman. Hattoki o'zimning eng yaqin do'stim, mana bu qo'shnim hammasida qo'shnim bo'lmasligi mumkin. Mana bu haqiqiy gumon ostida yuradigan bir jang desa ham bo'ladi obunachilar. Bu kichkinagina jangda men albatta omon qola olamanmi yo'qmi? Buni hammasini vaqt ko'rsatadi. Mayli obunachilar, hammasini kelinglar bir boshdan boshlaymiz. Tak jigarlar, osmon musaffo, osmon juda ham ajoyib. Nima bo'lgan taqdirda men hozir mana bu yerdagi ishlarni barchasini qilishim kerak. Qaytgancha bitta suv ichib olsam yomon bo'lmasdi. Qani? Suv baribir suvda. Xo'sh. Mana bu yerda qo'shnim Ritel nimalar qilyapti ekan? Salom Ritel, nima gap? O'tgan safargi voqea to'g'risi yomon bo'ldi. Ha, to'g'ri. Nimasini aytasan? U bilasanmi, hattoki sen ko'rib his qilib turardim, lekin o'zimda emasdim. Ha, Ritel, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xavotirga o'rni yo'q. O'ylaymanki shunday. Mayli, charchama, kun bo'yi biror bir muammolaring bo'lsa, menga aytishing mumkin, bilasan. Har doim yoningdaman. Yaxshi do'stim, charchama. Bo'pti. Tak, jigarlar. Xo'sh, biz mana bu yerdagi kartoshkalarning barchasini endi terib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdagi smenalarni ham, sabzilarni ham, boshqasini ham, короче, ko'zimizga ko'ringan огороддagi barcha narsani tozalashimiz kerak. Mayli jigarlar, mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham mana bu yerdagi ishlarni boshlaylik. Gapni ko'paytirmaylik, jigarlar. Gapni ko'paytirish bo'lmaydi-ku axir. Tak. Hozir sizlar bilan birgalikda har bitta ritellarning ko'ziga qarab chiqishimiz kerak. Chunki ritellarning barchasi quvnoq va ajoyib. Xo'sh, atrofga yaxshilab qara, Mikojon. Seni hech kim kuzatmayaptimi? Hattoki o'zing ham kuzatuvda bo'lishing mumkin. Tak. Xo'sh jigarlar, mana shunday sabzini olamiz. Opa. Va mana bu yerdan kartoshkani olamiz. Hozir janob mer ko'rsa xursand bo'lib ketadi. Chunki bitta ham
kartoshkani yeb bo'lmaydigan, bir chiriydigan, chirib qolgani yo'q demoqchi edim. Lekin obunachilar уже ikkita bordi, balagatdingni. Вот, sizlarga minus. Вот, sizlarga emas, то есть menga minus bo'ladi. No, mayli nima bo'lgan taqdirda ham hammasi yaxshilikka. O'ylaymanki, hammasi ajoyib bo'lib ketadi. Xo'sh, mayli bo'pti. Buni bu yerga tashlab yuboramiz, chunki bizga bu kerak emas. Hop, ana endi obunachilar hozir borib mana bu yerga janob Mirga bu narsalarni berib kelamiz. Assalomu alaykum janob Mir, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat Umiko, aytgancha. Bilasizmi, kecha qilgan ishing yaxshi bo'ldi. Xabarchilarni o'ziga qaytarib to'g'ri qilding. To'g'risi, men biroz qo'rqib ketgandim. Ichimda birozgina qo'rquv bor edi. Ha, kamina bor ekan, hech narsadan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Axir men bu qishloqning yagona qahramoniman-ku. Mayli bo'pti, senga u yerda bir ish bor. G'orning yonida bitta ikkita dabdala bo'lib qolgan joylar bor. Xullas, qip-qizil bor-ku, o'tish mumkin emas degan. Nima derdi uni? Bilmadim. Xullas, tushundim nima haqida gapirayotganingizni. Ha, o'shalarni yig'ishtirib borib tashlasang yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas, janob Mir, albatta qilamiz. Bo'pti, charchamang. Aytgancha obunachilar, hozir menda bitta dahshat g'oya paydo bo'ldi. Balki men hozir barcha rejlar bilan so'rashib chiqarman. Aynan nimaga so'rashib chiqishim kerak obunachilar? Dastlab o'ylashingiz mumkin. Nimaga so'rashib chiqasan deb bitta o'zingizlar fikr qilib obunachilar kommentariyaga hozir 5 gacha sanagunimcha yozib qoldiringlar-da. Bo'lmasa men jigarlar sanashni boshlayapman. 1 2 3 4 5. Ha, obunachilar, agarda ahamiyat bergan bo'lsanglar, kimni ko'rsam ham obunachilar kechagi qutqaruvim haqida gapiryapti. Ya'ni kechani u yerda dahshat qilding, u qilding, bu qilding deb. Endi hamma rejlarning yoniga borsam-da, ular gapirsa va agarda orasidan bittasi gapirmasa, demak ana o'sha katta ehtimol bilan obunachilar gumondor shaxslar qatoriga kirishi mumkin. Ha, mana bu boshqa gap obunachilar. Men prosta nima deydi, kallamga qoyil desa ham bo'ladi. Mayli, kelinglar mana shuni yig'ishtirib tashlaylik, chunki undan oldingi videoimda ko'rgan bo'lsanglar obunachilar, mana shu yer, balagat qo'rqib ketdim. Shu yerdan уже g'alati ovoz chiqqandan beri ichimda bir g'alati qo'rquv bor. Aslida u ovozni barchasi uyushtirilgan do'stim qishloqi tomonidan. Yaramas. O'shani deb endi hamma qo'rqib yuribdi. Salom Ritel, yaxshimisan? Yaxshi, Umiko, nimaga? Biz senga Anusha rahmat aytmoqchi edim. Ha, kechagi bo'lgan ishlar haqidami? Qo'yaver do'stim, hammasi joyida. Hech ham xijolat bo'lma. Bo'pti, obunachilar tak. Bu Ritel sinovdan o'tdi. Xo'sh, bu yerda mana bu Ritel bor ekan. Ritel, nima gap? Bugun kunda joyiba? Umiko, salom, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Ha, mana hammasi joyib. Aytgancha, kecha bizni qutqarib yaxshi qilding. Rahmat aytmoqchi edim. Gap bo'lishi mumkin emas, Ritel. Bo'ldi. Nima desam bo'ladi? Hech qisi yo'q, arzimaydi. Bu qahramonligimni nima desam bo'ladi? Qahramonligim desam hozir biroz g'alati eshitilyapti. Bu o'zi arzimagan ishida. Albatta bu narsani nima bo'lgan taqdirda ham qilishim kerak edi. Tekinga bo'lsa ham, pulga bo'lsa ham, maqtovlarga loyiq bo'lsa ham, loyiq bo'lmasa ham, lekin baribir bu narsani qilishim kerak edi. Chunki sizlar meni do'stimsizlar, to'g'rimi? Albatta bu narsaga men mas'ulman. Nima bo'lganda ham rahmat demoqchi edim-da. Bo'ldi. Ha, mayli do'stim, charchama. Xo'p, obunachilar, xo'sh, buni joyiga qo'yib qo'ydik. Mayli, ana endi bu Ritel yaxshi. Hozircha men o'ylashimcha obunachilar, lekin boshqa tomonlama yo'q. Tak. Ritel, salom. Salom. Nima kerak senga? Nima gaplar demoqchi edim, shunchaki kechagi bo'lgan voqealar haqida so'ramoqchi edim. Kecha men mo'tamasdim-ku. Kecha qayerda eding? Kecha uyda edim. Uying shu yerda-ku axir, mana bu yerda. Ha, kecha shu uyimdan chiqmadim-da. Uyingdan chiqmading axir, kecha uyingga kelganimda yo'q eding-ku. Man kecha bilmadim, tualetga chiqib ketganimda kelgandirsan. Sen ham bir paytini poylab kelasan-da. Max. Nima? Qanaqa Max? Men Max emasman. Sen isming hozir Umiko. Ha, Umiko. Voy, qarang, esimdan chiqib qolgandi. Men uxlamasam bo'lmaydi. Kecha to'g'risi uxlamadim. Faqatgina horror o'yinlarni o'ynab chiqdim. Ha, mayli. Bo'pti, charchama. Gap bo'lishi mumkin emas. Obunachilar, bu
Chota bu вообще g'alati ko'rindi bu jitil. Ha, katta ehtimol bilan mana shu jitil bo'lsa kerak. Bo'lmasa men mana shu yerdan kichkinagina qamoqxona tayyorlab, uni qo'lga tushirishga harakat qilib ko'ray. Kimda-kim shubhali ko'rinsa, hammasini mana shu yerga yig'ib kelaman va undan keyin oxirida so'roq qilaman. Mayli obunachilar, video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan qisqa vaqt ichida man Umiko bo'ldim. Lekin biroz qo'rqinchli.